ko'ring, mana o'zi kichkina narsa bo'ladi. Mana o'sha Minsk pardasini ma'lum bir qismi. Mana bugungi operatsiyamiz tizza bo'g'im Minsk jarohati haqida gaplashamiz. Bu kasallik juda ham ko'p uchraganligi tufayli hozirgi kunda ommalashib ketdi. Endi tizza bo'g'imda Minsk jarohati faqat futbolistlarda emas, balki oddiy shuna o'tirib turganimizda ham uzilishi mumkin ekan. Operatsiyani boshlayapmiz. Operatsiyadan oldingi lavhalar. Bemorimiz 95-yil Namangandan kelishgan. O'tirib turganimizda tizza bo'g'imida qartatgan ovoz eshitilgan. O'shandan baqasi o'ng tizza bo'g'imini bukib yozishda qiyinchilik, tizza bo'g'imining ichki qismida og'riq yuzaga kelgan. Medial menskimizning orqa shoxi mana ko'ndalang uzilibdi mana. Mana ko'ryapsiz mana. Qaraymiz. 100% darajada diagnozda aniq qo'yganligimiz isbotlanyapti mana. Medial menskning orqa shoxi ko'ndalang uzilgan mana. Mana titrib ketgan. 1 yil oldin bu qizimizni opasini operatsiya qilib berdim. 1 yil oldin xuddi shu kasallik bo'yicha mana. E'tibor qilgan bo'lsangiz, mana uzilgan menskima juda qattiq narsa bo'ladi. O'ylaymizki, doim travma ostida uziladi deb o'ylaymiz. Afsuski, tizza bo'g'imidagi harakatni noodatiy bo'lishidan yoki tizza bo'g'imida jitkisi kamaganligini hisobiga ham, tizza bo'g'imini qurib qolganligini hisobiga ham bu mensk parda uzilganligi isbotlanyapti mana. Bugungi holatdagi umumiy holatimiz mana. Qayna-qaynotasi bilan gaplashdi bemorimiz, operatsiyaga rozi bo'ldi. Mana hozir diagnostika artroskopiya, medial menskimizning orqa shoxini qisman menskga ektomiya qilib tozalab qo'yamiz mana. Inobatga olishimiz kerak, tiksa bo'ladigan joydan bas, tiksa bo'lmaydigan joydan uzilganligi uchun mana chiroyli qilib tozalab olib qo'yapmiz mana. Mana. Mana titilib ketganligi aniqlandi, mana titilib ketgan. Sekin ehtiyot qilib tozalab tashlayapmiz. Mana sekin ehtiyot qilyapmiz. Albatta, diagnostika artroskopiya qilingandan keyin bemorlarimiz 2 oygacha o'zini ehtiyot qilish kerak. Обязательно. Bu narsaning ziyon tomoni nima? Ziyon tomoni tizza bo'g'imidagi medial sohasidagi son suyagini medial qismidagi tog'aylarni yemirib tashlaydi. Shu yomon tomonlardan bittasi shu. Mana. Ko'ring, mana o'zi kichkina narsa bo'ladi. Mana. O'sha Minsk pardasini ma'lum bir qismi. Mana. Operatsiyamiz yakunlandi, muvaffaqiyatli bo'ldi. Albatta, tizza bo'g'imi mensk uzilishlari operatsiyasini qilishdan oldin, ya'ni qildirishdan oldin albatta 40 o'ylab bitta kesish kerak. Chunki tizza bo'g'imidagi mensk uzilishi, tog'aylarning yemirilishi bilan birga kelib qolsa, unda 1000 menskni oldirganimiz bilan natija bo'lmasligi mumkin. Chunki bu yerda tog'aylarning yemirilishi ustun turadi. Yana ikkinchi muammo, tizza bo'g'imlarida mensk uzilishlari bilan tizza bo'g'imidagi shamollash birga kelib qolsa, 1000 operatsiya qildirganimiz bilan operatsiyadan keyin 1 oy 2 oydan keyin tizza bo'g'imi yana ishishni boshlaydi. Shuning uchun albatta aniq xulosa olmoqchi bo'lsangiz, doktor Ismoiljon nomidagi xalqaro travmatologiya ortopediya markaziga kelishingiz mumkin. Bemorga operatsiya kerak bo'lsa, operatsiyani aytishimiz kerak. Lecheniya kerak bo'lsa, lecheniyadan aytish kerak. Bu yerda hech qanaqa moddiy manfaat yotmagan holatda insonning sog'lig'i biz uchun birinchi o'rinda.